Urush faqat jang maydonlarida kechmaydi. Ba'zan eng shiddatli janglar insonga bildirmasdan uning o'z qalbida sodir bo'ladi. Men buni o'sha og'ir yillari urush ortidagi kichik bir qishloqda Jamila va Doniyorning nigohlarida ko'rganman. Jamila, u shunchaki qishloq kelini emas edi. Uning ruhi erkinlikni, samimiyatni va chinakam tuyg'ularni qo'msardi. Lekin an'analar, el-yurtning gap so'zi va kutilayotgan burch uni ko'rinmas zanjirlar bilan bog'lab turardi. Toki o'sha inson paydo bo'lguncha. Doniyor urushdan yarador va parishon bo'lib qaytgan, deyarli gapirmaydigan bir yigit. Ammo bir kuni tun bag'rida u kuylay boshladi. O'sha qo'shiqda nafaqat tog'larning salobati, balki hech kimga aytilmagan buyuk bir muhabbat yashiringan edi. Jamila birinchi marta inson qalbining qanchalik teran bo'lishi mumkinligini his qildi. Taqdir ularga tayyor baxtni in'om etgani yo'q. Ular o'z tuyg'ulari va erkinligi uchun asriy aqidalarga tik qarashga majbur bo'lishdi. Ular qayoqqa ketishdi? Qishloq ularni kechirdimi? Eng muhimi, haqiqiy tuyg'u va an'analar to'qnashganda kim g'olib chiqadi? Ba'zan birgina kitob butun qarashlaringizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Chingiz Aytmatov qalamiga mansub jahon adabiyotini hayratga solgan Jamila qissasini mutolaa qiling. Qalbingizning eng tubida yashiringan, siz hali bilmagan o'sha totli va mag'rur tuyg'uni o'zingiz uchun qaytadan kashf etasiz.